qadimki Misrni tilga olsak, do'stlar oldi bilan Al-Ihramni esiga oladi. Undaqda Firavunning qarg'ishi haqiqatan rasmi. Misrda nurg'un firavunlarning qabrisi bor bo'lib, uning ichidagi eng donlig'ining ismi Tutankamun. Bu ismning ma'nosi bo'lsa, mukammal yoshiringan degan ma'noni bildirdi. Rivoyatlarga qaraganda, Tutankamun taxtga varislik qilganda faqat 9 yosh ekan. Misrning qadimiy kitoblarida Tutankamunga munosabatli yozmalar asosan xotirlanmagan. Undaqda hozirgi zamonga kelganda u nima uchun eng donliq firavunga aylanib qoldi? Chunki uning qabrisi kishini haqiqatan hayron qoldirdi. Tutankamun qabrisi Misrning qadimiy podshoh turish joyiga yoshiringan bo'lib, bu atrofda jami 60 dan ko'proq firavunning qabrisi bayqalgan. Bu nurg'unlagan qabr ichida Tutankamunning qabrisi hatto qabri o'g'rilar tomonidan bayqalmagan bo'lib, 3000 yildan ortiq vaqt ichidagi eng mukammal saqlangan qabri hisoblanadi. Hatto uning jasad sanduqi, mumiyo qatormalarimi shunchalik mukammal saqlangan. Undaqda Tutankamun qabrisi qanday bayqalgan? 1922 yili 11 ayning 22 kuni Angliyalik arxeolog Howard Cart va uning a'zolari bir xarobiylik ichiga yoshirilgan pallampayni bayqagan. Bu pallampay yana boshqa bir qabrga tutishilgan bo'lg'achqa, Tutankamunning qabrisini hech kim bayqamagan. Keyingi yillarda bu qabrga Bola podshoh Tutankamun deb nom berilgan. Howard Cart boshchiligidagi tekshirish guruhi 4 kundan keyin bu qabrga kirib, bu qabrning jimjitligini buzgan. Bir qism kishilar bu qabrning ochilishi bilan bir xil qarg'ish qo'yib berildi deb qaragan. Bu qarg'ish haqiqatan yosh firavunning orom elishiga buzg'unchilik qilishga qartilganmi yoki kepan o'g'rilardan saqlanish uchun shundoq deyilganmi? 1923 yili 2 oyning 16 kuni Howard Cart Tomning keyniga yoshirilgan eng oxirgi bir uyga kirgan. Bu yerda ular 3 tani qabrini bayqagan bo'lib, eng ichidagi qabr sanduqi butunlay saf oltindan yasalgan. Ichidagisi dal Tutankamunning mumiyo bo'lib qatirilgan jasadi edi. Ular qabr sanduqini ochgandan keyin qabr sanduqining bosh tarafidagi bir haykalni ko'rgan. Ham u haykalning qo'lida bir sig'iz to'pidan yasalgan taxtayni bayqagan. Taxtayning ustidagi xatlarning tarjimasi bo'lsa, kim firavunning xotirjam uxlashiga buzg'unchilik qilsa, Azroil qonatini ichib uning atrofida paydo bo'ladi. Bu qarg'ishni ko'rgandan keyin ko'pchilik buningga parvo qilmagan. Chunki hamma odam bunday qarg'ishlarni bir xil xiyoliy ish deb tushunadi. Lekin qabrni ichib necha kun o'tgandan keyin tekshirish atrofidagi bir arxeolog tuyuqsiz o'lib ketgan. Tekshirilishicha uning yuzida bir narsa chiqib olgandek iz bor bo'lib, qon buzilish kesili bilan o'lib ketgan. G'alati yeri shuki, Tutankamunning oltin haykalidimi shuningga o'xshash iz bayqalgan. Shuningdan uzun o'tmay, uning holidan xabar olgan sestrami tuyuqsiz o'lib ketgan. 1926 yil 3-oyda Howard Cartning do'sti Bennett bu ishning g'alatiligini his qilib, Tutankamun qabrisiga kirib ketishni qaror qilgan. Natijada u qabr ichiga kirib ketayotgan chog'da tuyuqsiz yiqilib tushib, uzulla jahannamga yo'l olgan. Shu yildagi Howard Cartning hamrohi Femermo qabrni yana bir qatim ko'zdan kechirib bo'lgandan keyin shu kuni kechdilar o'lib ketgan. Faqat qisqagina 6 yil ichida 20 necha odamning sirliq o'lib ketishi haqiqatan to'g'ri kelib kelishmi? Ayni chog'da bu sirliq o'lib ketishlarning hammasi har qaysi taratqularning qiziq nuqtasiga aylangan bo'lib, ular buningga Tutankamunning qarg'ishi deb nom qo'ygan. O'lib ketishlarning hammasi qabrni echish bilan munosabatli odamlar bo'lg'achqa, bu ish ayni yillarda zo'r zilzila qo'zg'agan. Lekin Howard Cart bo'lsa, arxeolog sohasida muvaffaqiyat qozongan odam bo'lib qolgan. Ham 64 yoshigacha umr ko'rgan. Aynida Howard Cartning ahvolida boqqan qushi kelish manbasi aniq bo'lgan yilon tarafidan chiqib o'ldirilgan. Kishilar buni Tutankamunning Howard Cartga bo'lgan qarg'ishi shuning bilan o'tib ketdi deb tushunishgan. Tutankamunning qarg'ishi haqiqatan shunchalik kuchli, bu ishlar 1980-yilgacha faqat bir sir bo'lib kelgan. 1980-yili biologiya mutaxassisi Jennifer butun badaniga mudofialanish kiyimini kiyib, qadimiy qabrga kirgan. Ham qabr ichidan to'pa, tosh, hatto qabr ichidagi havoni tajriba butulkasi qachilab chiqqan. Ularni kimyoviy tekshirish orqali oxiri bu sir yechilgan. Asli arxeologlarning jinni olgan haqiqiy sabab bo'lsa, qabr ichidagi murakkab muhit ko'p miqdorda bakteriya va viruslarni paydo qilgan. Shunga qabrga kirgandan keyin havodagi bu viruslarni sumirgan odam uzun yashay olmay o'lib ketgan. Ashu o'lib ketganlar dal ashu zaharli havo bilan uchrashganlar. Lekin Howard Cart nima uchun hayot qolgan?